Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz meteorologiya, xalqaro va davlatlararo tashkilotlarda o'rganish jarayoni, ya'ni meteorologiyani o'rni sifatida biz o'rganamiz. Xo'p. Meteorologiya o'zi yunonchadan olingan bo'lib, o'lchash haqidagi ta'limot degan ma'noni bildiradi. Demak, biz hayotimizda o'lchovlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. To'g'ri, o'lchanmaydigan yoki o'lchovlarda oxiriga yetmaydigan jarayonlar bor. Misol uchun, koinotda hali hech kim o'lchovlar, ya'ni o'lchash, cheksizlik degan so'zlar yotadi. Lekin yer yuzida hamma narsani biz o'lchaymiz. Shu o'lchov jarayonida kunlik hayotimizda, o'tgan davrimizda, hozirgi davrimizda, kelajagimizda, kerak bo'lsa hozirgi vaqtlarimizni ham o'lchab boramiz. Endi bu borada deyapmiz mana meteorologiyaning asosiy tushunchalari. Demak, meteorologiya o'lchash va standartlashtirish bo'yicha ilmlarni o'z ichiga oladi. Xo'p, xalqaro meteorologiyaning ahamiyati kattadir. O'lchash vositalari va standartlari rivojlantirilmoqdadir. Bu borada mana ancha-muncha o'lchash asboblari yoki o'lchash uskunalari, o'lchash qurilmalarini mana misol qilishimiz mumkin. Xo'p, keyingi slaydimizda BMP deymiz, ya'ni Xalqaro o'lchashlar palatasi hisoblanadi. Bu borada bu boyagi C tizimini o'z ichiga olgan 1875-yilda tashkil etilgan bu BMP. Xo'p, 63 davlat a'zo metrik tizimni rivojlantirish asosiy rol o'ynaydi. Ya'ni xalqaro o'lchashlar standartlarini belgilaydi. Bu tashkilotning vazifasi o'lchashlarni butun dunyo bo'yicha bir xillashtirish yoki qayerdadir misol uchun uzunlikda dyumda o'lchasa, bizda esa bu o'lchovlarni millimetrda, santimetrda o'lchash jarayonlari, ya'ni o'rtadagi tafovutlarni bir-biriga to'g'rilash jarayonidir. Xo'p, keyingi slaydimizda bu OIML yuridik meteorologiya tashkiloti, ya'ni organizatsiya internasional meteorologiya bo'yicha davlatlararo o'lchash standartlari hisoblanadi. Meteorologiyaning qonuniyligi va tartibga solish 61 davlatlarni a'zosi sifatida ko'rilgan. O'lchash vositalarini global mos kelishini ta'minlaydigan yuridik tashkilot hisoblanadi. Bu joyda mana diagrammada akkreditatsiya bo'yicha xalqaro laboratoriyalar, ya'ni o'sha rivojlanishi borasida mana 1,5 ming, 3 ming, 4,5 mingga qarab rivojlanish jarayonlari ketgan. Bu albatta dunyo bo'yicha ILAC deb qisqacha nomlanadi. O'sha laboratoriyalarga qo'yiladigan talablar va laboratoriyalarning ochilish jarayonlari. Xo'p, O'zbekistonda meteorologiya tizimi. Xo'p, meteorologiya davlat markazi mavjud. Bu albatta bo'ladi, chunki xalqaroda biz ham a'zomiz. Xalqaronikini O'zbekistonga tatbiq qilishimiz ham mumkin, lekin u yoqdagi o'lchov birliklari bilan bizning o'lchov birliklarimizni bir-biriga mutanosib tushmasligi yoki tushganda ham bir-biri bilan farq qilish jarayonlari bo'ladi. Shuning uchun xalqaro standartlashtirishga o'tish jarayonlari davom etmoqda. Hozirgi kunda 2024-yilda noyabr oyida texnik jihatdan tartibga solish agentligining bosh direktori, ya'ni direktori, markaz direktori, agentlik direktori prezidentimizga shu borada xalqaro standartlashtirish jarayonlari bo'yicha hisobot berilgan. Xo'p, milliy meteorologiya tizimini rivojlantirish bosqichlari, xalqaro hamkorlik va integratsiyalash jarayonlari hozirgi kunda juda kuchayib bormoqda. Bu borada mana ko'p narsalarimiz raqamliga aylanib ketdi. Ya'ni o'tirgan joyimizda MyGov yoki qonun kerak bo'ladigan bo'lsa, interaktiv xizmat sifatida yoki qonunlarimizni biladigan bo'lsak, Lexus.uz saytlarimiz rivojlanib kelmoqda. Xo'p, keyingisida sanoat va ishlab chiqarishda o'lchashlar texnikasi muhimdir. Demak, bu borada ishlab chiqarish jarayonida shu avtomatlashtirish jarayonlari yoki tibbiyotda va ekologiya sohalarida katta ahamiyatga ega.
iqtisodiy samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish kerak bo'ladi. Innovatsiyalar va texnologik taraqqiyotlarga hissa qo'shiladi. Albatta, bu borada bizda talabalarimiz ham o'ziga yarasha g'oyalarini patentlash yoki ixtirolarni patentlash borasida ham 4-kursda, 3-kursda ancha-muncha ma'lumotlarni va o'sha bazalardan qanaqa o'tish kerakligi to'g'risida ma'lumotlar olinmoqda. Xo'p, xulosa qilib aytganda, metrologiyaning kelgusi rivojlanishi bu albatta zamonaviy metrologiya tendensiyalarini qo'llash, ya'ni o'lchovlar bo'yicha yoki o'lchash qurilmalari, o'lchash asboblarini zamonaviylarini o'zimizda, yurtimizga, ya'ni O'zbekiston davlatimizga tatbiq qilishni kuchaytirish, ya'ni yagona birligini ta'minlash va kerak bo'lsa o'sha jarayonlarni, o'sha o'lchash asbob qurilmalarini ishlab chiqishni ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Keyingisi raqamli texnologiyalar va o'lchashlar. Demak, o'sha raqamli texnologiyalar bu juda rivojlanib bormoqda. O'sha bittagina o'lchash asbobi sifatida biz shtang sirkulda aytadigan bo'lsak, avvallari raqamlari juda kichkina, yosh o'tgandan keyin ko'z ko'rishlar jarayonlariga ta'siri bor edi. Hozirgi kunda o'sha raqamli texnologiyalar orqali o'sha asbobning katta sonlar asosida elektronniy qilib ko'rinish jarayonlari, monitorda ko'rinish jarayonlari bo'lmoqda. Xo'p, xalqaro hamkorliklarni kengaytirish. Albatta, bizning O'zbekistonimiz boshqa chet rivojlangan davlatlar bilan keng ko'lamda hamkorlik olib borilmoqda. Bu borada ham shu metrologiya sohasida ham, standartlashtirish sohasida ham hamkorliklar olib borilmoqda. Xo'p, O'zbekistonning metrologiya tizimini rivojlantirish strategiyalari. Bu texnik jihatdan tartibga solish agentligi qoshidagi Milliy metrologiya instituti tomonidan o'sha tizimimizni rivojlantirish borasida bir qancha ishlar olib borilmoqda. Albatta, o'ziga yarasha strategiya, ya'ni chora-tadbirlar belgilangan va o'sha chora-tadbirlar asosida ishlar ketmoqda. Kelajakda metrologiyani yanada rivojlantirish, texnologiyalar va texnikalarga muhim rol o'ynaydigan bu soha hisoblanadi. Albatta, bizning sohamiz deyarli o'lchovlarni aralashtirilmaydigan sohani o'zi yo'q deb o'ylayman. Xo'p, hurmatli talabalar, bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Rahmat sizlarga kattakon.